Mana bu ham keng mo'l, kattagina. Bu ham juda katta. Mana qancha narsa sig'adi. Juda hamma tomonlama ma'qul. Hech bir qiynalganimiz yo'q. Mana sanuzellarimiz. Bu ham keng, katta. Mana bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Mana bular hammasi mana katta. Vannalarimiz ham katta, sanuzellar katta. Uy o'zi katta, 165 kvadrat metr, bildingizmi? Mana endi bu yoqda yana bitta sanuzelimiz. Mana bu ham kattagina. Bular ham bir uydek. Mana kattaligini ko'rdingizmi? Hamma narsa sig'adi. Ba'zi bir joyga borsangiz, boshingiz aylansa, yoz aylanmay qoladi bizda, lekin hamma narsa keng, mo'l, juda ham yaxshi. Odam bahri dili ochiladi-da. Mana endi oshxonamizga kiramiz. Mana oshxonamiz ham mana ko'rib turibsizlar. Oshxonamiz ham katta, keng, mo'l. Agar bir necha kishi bo'lsa ham bemalol o'tirib, mana tashqarilarni ko'rdinglarmi? Qanaqa ko'k daraxt, gullar, bu yoq suv, anhor suvlari, seyul, hammasi yonimizda ishqilib. Agar kim mana shu uyimizga haqiqatan havas kelgan bo'lsa, mana shunday sentrda yashayman desa, qo'ng'iroq qilinglar, xo'pmi? Albatta mana shu pastda yoziladi, o'sha qo'ng'iroq qilinglar, kelinglar, uyda har doim odam bo'ladi. Kim olsa maza qilib yashaydi-da, yolg'on gap yo'q. Kutib qolamiz. Xush kelibsizlar.